Assalomu alaykum dadasi. Yaxshimisiz? Tanidingizmi? Men Oltinoyman. Rossiya sovuq. Novosibir undan ham sovuq deyshadi. Sovqotmayapsizmi? Kiyimlaringiz issiqmi? Tavba. Qachon kelasiz? Esizdami, ketayotganingizda bo'yimda edi. Bolamiz 1-klassga chiqdi. Orqa mahalladagi xoltoji Rossiyadan kelibdi. Nomeringizni o'shandan oldim. Tavba, xoltoj aka sizni Rossiyada uylanib olgan dedi. Shu erkaklar oxirgi part yomon g'iybatchi bo'lib ketyapti-da. Gapiga ishonmadim dadasi. Dadangiz har borganimizda sizni so'raydilar. Yaxshilar, gaplashib turibmiz deb 7 yildirki aldab kelyapman. Dadasi, zo'r to'y qilaman dedingiz. Qarz oldingiz. To'yimiz zo'r bo'ldi. Rahmat. Lekin 8 yillik hayotimizchi. Mayli dadasi. Ishlarim bor. Ertaga yana aloqaga chiqaman. Hurmat bilan rafiqangiz Oltinoy.